Assalomu alaykum hammaga, hurmatli Surxondaryo viloyatidagi aholimiz, saryosorliklar. Sizlarga bitta murojaat bilan chiqayotgandik. Biz hozir mahalla raisi, yaqinlar hammamiz yig'ilishib, qadrdonimizni farzandlari Azizbek 18 yoshdalar. Kuchli buyrak yetishmovchiligi, ya'ni o'sha buyrak o'tkazish kasalligiga uchraganlar va bola hozirgi paytda ahvoli biroz qiyinroq, holatlari boshlangan. Shifokorlar qo'ldan kelgancha harakat qilyapti. Endi sizlarning yordamingiz bizga juda ham kerak. Duo bilan iloji bo'lsa ehson qilsanglar, bugun Arafa, ertaga Hayit, karta raqam hamda telefon nomerlarini qoldiramiz. Biz yolg'ondan yoki bir to'qib chiqazmayapmiz bu videoni. Men shaxsan o'zim kelib ko'rib, o'zim olishga qaror qildim. Telefon qilib ko'rishinglar mumkin, kelib ko'rishinglar mumkin. Bolani ahvoli shunaqa, sharoitimiz hamma farzandi sog' bo'lishini xohlaydi har bitta ota-ona. Shuning uchun iltimos qilib qolgan bo'lardi, gapni ko'p cho'zmayman. Kim qancha yordam qila oladi? Iltimos. Biz iltimos bilan chiqamiz shu bola tuzalishi uchun. Mahalla raisi ham o'zlari ko'rib turibdilar. Vaqtimiz kam qolgan, alhamdulillah, vaqtimiz kam. Qancha tez bo'lsa shuncha yaxshi. Shunday. Qo'shimcha o'rinda boshqa mana ikkinchi, uchinchi qo'shimcha gruppalarga tarqatishga ham yordam berilsa, vaholanki mana shu bola oyoqqa turib ketsa, ya'ni o'ylaymizki, O'zbekistonning bir faxrli inson bo'lishiga, xizmat qilishiga inshaalloh o'zini hissasini qo'shadi degan umiddamiz. Hammalaringga yana bir bor iltimos qilib so'raymiz. Mana shu yigitni bugungi kundagi mana shu holatni ko'rib turib, ham amaliy, ham moddiy, ma'naviy yordam berishlarini iltimos qilib so'ragan bo'lardik. Iltimos ushbu videoni yaqinlarga jo'natinglar. Kim qancha yordam qila oladi? Qo'limizdan kelgancha o'zimiz shu yordamimiz hozircha 5-6 kun men shaxsan Toshkentdan kelganman. Kim kelmoqchi bo'lsa shaxsan ko'rishib, mana bolani ko'rsatishimiz mumkin. Hammanglardan duoinglarni, moddiy yordaminglarni kutib qolamiz. Azizbekning sog'liklari uchun. Rahmat, minnatdormiz.